ishonch telefonlari. Ular davlat organlari va tashkilotlarining fuqarolar muammolari, murojaat, taklif va shikoyatlarini eshitish, eng asosiysi hal qilishda muhim vosita hisoblanadi. Bugun O'zkomnazorat inspeksiyasi fuqarolarimizga xizmat ko'rsatuvchi eng muhim yo'nalishlarning qo'l markazlari haqida ma'lumot beradi. 1008 huquqiy axborot hamda yuridik xizmatlardan foydalanish uchun maslahatlar olish bo'yicha Adliya vazirligi qo'l markazining raqami. 1003 Sog'liqni saqlash va tibbiy xizmat masalalari bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligi ishonch telefoni. 1101 Favqulodda vaziyatlarning oldini olish hamda aholini muhofaza qilish masalalari bo'yicha Favqulodda vaziyatlar vazirligining ishonch telefoni. 1055 Kommunal xizmatlar bilan bog'liq masalalar yuzasidan Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bosh boshqarmasi qo'l markazining raqami. 1154 Iste'molchilarning elektr tarmoqlariga ulanish masalalari yuzasidan murojaat yo'llashlari uchun Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining qo'l markazi raqami. 1097 Davlat kadastrini yuritish sohasi, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish bilan bog'liq masalalar yuzasidan Kadastr agentligining ishonch telefoni. 1108 Bojxona nazorati va rasmiylashtiruvini amalga oshirish masalalari yuzasidan Bojxona qo'mitasining ishonch telefoni. 1104 Iste'molchilarga tabiiy va suyultirilgan gazni uzluksiz ravishda yetkazib berilishini ta'minlash masalalari yuzasidan Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatining ishonch telefoni. 71 kodi bilan 202-09-09 Farzandlaringizning maktabgacha ta'lim va maktabda ta'lim olishi bilan bog'liq masalalar bo'yicha Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining ishonch telefoni. 71 kodi bilan 201-11-06 Qurilish, montaj, shaharsozlik normalariga rioya etilishini tartibga solish masalalari yuzasidan Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasining ishonch telefoni. 71 kodi bilan 200-00-44 O'zbekiston Respublikasida to'lov tizimlari barqaror ishlashini ta'minlash masalalari bo'yicha Markaziy bankning aloqa xizmati. 1096 O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining hamda mamlakatimiz hududidagi chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning o'z huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini buzayotgan tashkilotlar yoki mansabdor shaxslarning harakatlari bo'yicha Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsmanning ishonch telefoni. 71 kodi bilan 202-32-82 Soliq to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning to'g'ri hisoblab chiqarilishi, to'liq va o'z vaqtida to'lanishi masalalari yuzasidan Soliq qo'mitasi qo'l markazining raqami. Shuningdek, 1144 Axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasidagi masalalar bo'yicha O'zkomnazorat inspeksiyasining ishonch telefoni. Hurmatli fuqarolar, inspeksiyamiz davlat organlari va tashkilotlari ishonch telefonlarining samarali va uzluksiz ishlashini, sizning murojaatlaringiz vaqtida qabul qilinishini nazorat qiladi.